Assalomu alaykum qaddi baland qadrdonlar. Bugun sizlar bilan ko'rib chiqadigan mahsulotlarimiz dekorativniy, vertikalniy, gorizontalniy radiatorlar hamda unga ishlatiladigan aksessuarlarimiz bo'ladi. Xo'p, bizning radiatorlarimiz ko'rib turganinglardek, vertikalniy radiatorlarimiz нижний подключение, боковой подключение, трубчатый, mana fasonlarini ko'ryapsizlar o'zingizlar. Xo'p, bu radiatorlarimizni ko'pchilik dekorativniy faqat chiroy uchun deb o'ylaydi. Yo'q, unaqa emas. Issiqlik berish KPDlari ham yuqori bo'ladi. Hamda razmerlarimiz ko'rib turganinglardek 20 sm dan 60 sm gacha bo'lgan modellarimiz, fasonlarimiz, нижний подключение, har birida нижний подключение боковой ulash mumkin, bemalol. Luchovoyga ulashimizga ham xo'p, bizda kranlarimiz luchovoy uchun kranlarimiz spetsalni, buni ko'ryapsizlar. Hamda bokovoy kranlarimiz ranglari radiatorimizning o'zini rangidan ko'pchilik qidiradi, radiatorga kranga muammo bo'lyapti. Xo'p, bizning kompaniyada radiator kranlarimiz har bir radiator rangiga moslab o'ziga kranini olib kelib qo'yganmiz. Har bir rangida bor. Ko'rib turganinglardek, keyin afzalliklari. Termogolovkali kranimiz havodan oladi bu. Hamda ko'rib turganinglardek, servo-privod bilan kommunitning termostatga ulab, xonani haroratidan olib ochib yopadigan variant qilsak ham bo'ladi. Bizning Teplolux kompaniyamizda SR Lux radiator kranlarini har bir radiatorni o'zini rangiga moslab olib kelib qo'yganmiz. Ko'pchilik qidiryapti, rangida kranni topa olmayapti, muammo bo'lyapti. Yo'q, bizda bu mahsulotlar hammasi nalichida bor. Xo'p, ko'rishinglar mumkin, mana radiatorimizning atrezini kesilgan varianti, bemalol sifat darajasi, stenkalarini, qalin yupqaliklarini hammasini ko'rib tanishishinglar mumkin. Xo'p, kranlarimiz tanishtirib o'tamiz. Xo'p, servo-privodli, kommunitniy termostatga urab, xonani haroratidan boshqarsa bo'ladigan variantimiz. Bular endi aksessuarga kiradi albatta. Xo'p, hamda golovkalarimiz havodan olib radiatorni o'zini primoy o'chirib yopadigan variantlarimiz. Nijniy podключение kranlarimizda ham xuddi shunaqa golovkalar bilan bemalol ustanovka qila olamiz, qo'ya olamiz. Xo'p, radiatorlarimiz assortimentiga keladigan bo'lsa, vertikalniy, gorizontalniy 30 talik, 60 talik razmer, 1,5 metr balandlikda hamma razmeridan mavjud. Teploluxga bemalol murojaat qilsanglar, muammoliklarni hal qila olasizlar bizlar bilan birgalikda. Xo'p, aytib o'tamiz, yana ko'pchilik so'raydi. Buni garatskoy atapleniyaga maslahat bermaymiz. Nimagaki mahsulotimiz oddiy stal temirdan. Buni faqat avtonomniy atapleniya o'zini shaxsiy uyida, shaxsiy kotyoli bor joyda qo'yish tavsiya qilamiz. Garatskoy atapleniyaga tavsiya bermaymiz. Ko'pchilik qo'ysa bo'ladimi deb savollar bo'lyapti. Savolga javob berib o'tamiz. Mana nimagaki bizani garatskoy atapleniyada suvimiz ishxorligi juda yuqori. O'shaning hisobiga metalli ancha bardosh bera olmaydi. Davleniyaga berishi mumkin. Davleniya bosimga turib beradi, lekin suvni ishxorlik darajasiga lekin qiyin masala. Maslahat bermaymiz. Garatskoy atapleniyaga o'zi shaxsan bemetallический radiatorlarimiz bor. O'sha radiatorlardan foydalanish hamda chugunniy radiatorlarimiz bor. Albatta bu chugunniy radiator hamda bemetallический radiatorlarga ham alohida video tayyorlaymiz. Uni ham kuzatib borsanglar, unga ham alohida to'xtalib o'tamiz. Xo'p, kimga mahsulotlarimiz qiziq bo'lsa, Teploluxga pastda kontaktlarni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib, yana ham ko'proq ma'lumot olishinglar mumkin.